Har kuni ish. Haftada 6 kun, faqat yakshanba kuni dam. Yakshanba kuni uyda yotib ham zerikadi odam. Yotasiz, telefon o'ynaysiz. Bir ovqat qilasiz. Kun bilan ba'zi kun o'tmaydi. Shuning uchun tabiat qo'yniga aylangani turish kerak. Charchoq yozilmaydi. Men shunaqa qolganlar bilmayman. Shuning uchun hech bo'lmaganda bir haftada bir marta o'zim prosta shunday kiyinaman. Mashina taqib, o'zimga yoqqan narsani eshitib, kechib ketaman. Yaqinlarim bilan gaplashaman tabiat qo'ynida. Manzara juda chiroyli parklar bor bu yerda. Sayrga ham chiqib turish kerak, shunday qilib aytganda. Hozir boshqa parkda edim. Yonida mana boshqa yana park bor. O'tiradigan joylar. Yozda juda salqin bo'ladi. Quyosh kun davomida bu yoqdan nur sochadi. Bu yerga quyosh tushmaydi. Parkga quyosh tushadi. Yozgi kunida kelganman bu yerga. Mana bu yerda o'tirsangiz, hozir mana kuz. Bu yerda o'tirsangiz, mana shu bo'y daraxt yopiq turadi-da. Faqat o'tirganingizda tashqari tabiatni ko'rishingiz mumkin. Tikib turganingizda, ya'ni mana bunday daraxt o'sib turadi. Mana qirqib qo'yibdi buni. Qirqib, mana hamma yoqqa qilgan.